Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bekxan do'stlar. Xo'p do'stlar, biz bugungi videoda family obzor qilamiz do'stlar. Yangi olgan semyamni ko'rib chiqamiz. Xo'p, yangi olgan semyam. Lekin o'zgartirdim. Endi Xan Family Bek Family Telegram kanalidan nima qildim uni. Xan Family ko'p ovoz yig'ibdi. Mayli Xan Family qo'yaman. Просто o'zimga yoqqani uchun hozirchalik Bek Family qo'yib qo'ydim. Mayli endi keyinchalik Xan Familyga o'zgartiraman. Xo'p, hozir 8 tagina odam bor. Sekin-sekin kuchaytiramiz endi. Glavniysi, asosiysi bu yerda 20 ta slot bor. Hozir rovna 20 ta mashina turibdi bu yerda. Olasizlar mana shu yerda ko'rsataman. Hammasi bor. Edi. Halakat. Shu bilan video qolaman degan payt yo'qoladi bular. Bo'pti. Nechta ko'rsatib boraman. Salin S7 birinchi, Salin S7 ikkinchi. Bular nimaga ikkita deydigan bo'lsanglar, bittasi Sport Plus, bittasi Sport. Ford Raptor F150, M346 mana jonkam, X5'im, Cadillac, qip-qizil Samurayim, M336 bu kerak emas, sotib olsam ham bo'ladi uni. Land Cruiser 300, Cruiser 300 xullas. Pastdagi Porsche Cayenne S, yana Cruiser 300, pastdagi Merc W223, yana Cruiser Camry 305 kalendardagi, yana Cruiser Z4 M40i. Voy, chatda o'lib ketdi, chatda o'chiring. Mana. Bu sal qotish bor. Hop. Qaysi tarafdan boshlaymiz? Bu yoqda mashinalar ko'p. Mayli. Boshdan boshlaymiz. Hop, bu menda anchadan beri bor bo'lgan Salin S7. Bunda sport bor faqat. Sport bo'lgani hisobiga tez yurib nima qiladi? Xullas, razgonda liboy mashinani oladi mana shu ikkitasi. Bu ikkitasidan hali shu paytgacha bitta ham mashina o'tolmagan. Men bilan poyga o'ynagan mashinalar bittasi ham o'tolmagan bu ikkalasidan. Bu sport donat svet, donat signal bor. Shuning uchun sotmay qo'yib qo'yganman. Bu bo'lsa Sport Plus. Boshqa hech narsasi yo'q. Faqat Sport Plus bor. Qolgan hamma narsasi defaultni bo'ldi. Maqtanadigan bitta Sport Plus. Palagat mana shunday Sport Plus bunda bo'lgan deydi. Bitta sotib olgan bo'lardim, kerak emas deb. Sport Plus borda, shuning uchun qo'yib qo'yganman. Bu o'zimni jonkam M5E60 qip-qizil samuray. Turishini qaranglar, kechqurun chiqib maza qilib aylansa bo'ladigan toychoq. Bu X5, buni bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Davrida eng zo'r legenda bo'lgan. Bu bo'lsa padarka, sovg'a akaginamdan, Davron akadan, buni ham bilasizlar. Bu bo'lsa Cruiser 300. Yaqinda oldim. Ustidagi vinil bo'lgani uchun menga sal qimmatroqga tushdi bu. Bunaqa vinilni Cruiserda bitta mana shu ringda bitta mana shu aylanib yurgan ekanda, bitta dona ekan. Kimdir vinil olib qo'ygan ekan. Cruiser olgandan keyin Cruiserga yopishtirgan ekan. Bir haftacha bo'ldi shekil, bir hafta aylandi ringda mashina o'zi. Takoy skam qilib, yo'q qilib aylanib yuruvdi. Men bordim. Sirazi admin chaqirtiraman dedim. Yo admin bilan yo Fraps bilan berasan deb bu yoq qilib oldim xullas. Bilan mashina ko'pligiga qototdi, yomon qototdi. Xo'p, bu pastdagi Merc. Buni o'zi olib haydab minib ko'rgansizlar menimcha. Bu Porsche ham haydab ko'rgansizlar. Toyota Camry ham haydab menimcha. Voy. Uzr. Sobilinganlarga rahmat. Menimcha uni o'zi bo'lgansizlar olib o'zi go'sga sotib olib, nimaga kerak yo'q deb. Bu BMW Z4. Kecha standart case ochdim, standart casedan tushib qoldi, shuning uchun olib semiga tiqoldim bo'lsa bo'lardi. M3 salondagi nima bilan bir xil, prosta tashqi nimalari bor, o'zgartirdim. Menga kerak emas, sotib olaman uni.
Porsche Cayenne S. Sport yo'q, ustidagi vinili bo'lgani uchun olib qo'yganman. Xuddi o'sha akadan oldim. Brat menga kerak emas, kerak bo'lsa olsangga sotaman dedilar. Bo'pti, bering deb olib bordim. Sport qo'yib bu yoq qilib ko'raman. Hozirchalik emas lekin. Hozir uy olishlar deyapman. Uy olsam keyin pulim bo'lganda qo'yarman. Bu bo'lsa Ford Raptor F150 midi, shunaqa edi. Bagaji 1 tonnalik. Rosa ko'p narsa sig'dirsa bo'ladi. Adashmasam bu semiskladdan ham katta bagaji. Xo'p, sklad. Yo'q, sklad katta ekan unda. Skladda bir to'da kerak emas narsalar yotib to'g'ri. Pastda ham bormidi? Pastda ham yotibdi. Skladda bu bir bo'sh kunim o'tirib bo'shatishim kerak. Hammani. Hop. Stok Cruzak 300. Ikkalasini rozgirish qo'raman. Ikkalasi bittadanmi yo birma ko'ramiz endi. Yog'ini keyinchalik hal qilamiz. Hop, bu harakat turgan qizil Cruzakni obmen bilan olayotgan paytim menga aldab turib stok o'rniga sport tiqib yorib bich sotuvdi. Sistemdan 1.400.000 mi 1.300.000 minusga kirganman mashina. Adashib turib aldab tiqib yorgan xullas. Keyin fraps nima qilmaganman. Yaxshi ham ekranimda admin bo'lgan. Uni yo'q qilib turib demarganga tiqib yordik. Keyin Cadillac Escalade. Buni ancha oldin olib qo'ydim. Semi olsam qo'sharman deb. Mana nihoyat semi oldim, qo'shib qo'ydim. Cho'tka bo'lib turibdi. Va nihoyat o'zim pastdan olgan. Cruzak 300. Uni o'zim olganman pastdan. O'shaning uchun qilib qo'yib qo'yganman. Xullas mana hozir mana shu o'zida 18 ta mashina bor. Sanab ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Da, 18 ta bo'ldi. 20 ta slot dedingmi? Yana ikkitasi qani deydigan bo'lsangiz, ikkitasida Speedy turibdi, yaxda, uni bu yoqqa chiqarib bo'lmaydi. Общий hisobda hozir 19 ta mashina bo'ldi meniki bilan. Ana Cruzak, M3, M5. Uchalasi bir xil vinilda, kamyob. M5 dagi vinil ham kamyob. Cruzakdagi vinil ham kam. Uchiradigan vinillar nimasiga kiradi endi. Nima endi zato kayf qilib yursam bo'ladi. Kayf emas, endi fam qidiraman. Fam topolsam, mamta nimadir bo'lyapti. Men shu yoqqa kirmasam hozir yorilib o'laman. Juda qiziq-da. Bular. Yo'q, hech yo'q. Lekin kimdir bordi. Tomdamikan yoki? Qayerda ular? Qayerda bular? Yo'q, bu yerda emas. Bular rostdan yo'q ular. Ruslan, mana bo'pti bor. Ular shunaqa gaplar do'stlar. O'yinga kirgan paytinglar menga telefon ko'ringlar, yeslicha. Bilmaydiganlar uchun o'rgataman. /sani terasilar 49 91 49. Mana shuna qilib bossanglar, agar onlayn bo'lsam tushadi. Onlayn bo'lmasam, igrok o'yinda emasman, bu narsa deb chiqadi xullas. Undan keyin o'yinga kirgan paytinglar onlayn bo'lib men bilan gaplashsanglar, uydaman degan paytim qat'iydi u yo'q qilib so'rab ovora bo'lib o'tirmaysizlar, chunki /fp terasilarda 227 terasilar mani domimni nimasi chiqadi. Mana mashga sekin kelaverasizlar. Men mashda bo'laman. Yangi uy olib ko'chib ketmaguncha. Ko'raman endi yangi uy qidirib yurman, agar topolsam ko'raman keyinchalik. Yana bir narsa qilarmiz. Keyin do'stlar, men Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib
qo'shilib qo'yish esinglardan chiqmasin. Rozыгрыш yaqinda tugadi. Sovg'alar egasiga topshirildi. Isbot dalil ishonmayman deganlar uchun rasmga olib tashlab qo'yganman. Rasmga ham ishonmayman desanglar, Telegram nimasi bor. O'zinglar gaplashinglar. Rostdan berdimi, bermadimi? Jay ishonmaydigan bo'lsanglar. Yana nima yangiliklar bor? Yaqinda donat servis ochmoqchimiz o'rta tanishim bilan. Uni ham sekin ishga qo'yib olsak, yangi novichok igroklar donat qilishda qiynalmaydi. Ustiga endi biza ham pul topishimiz kerak. Shuning uchun ustiga ozgina foiz qo'shamiz. 5% mi 10% mi qo'shamiz ustiga. Undan keyin akkaunt savdosini ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Mana shu bir hafta 10 kunlarda adashmasam yo'lga qo'ysak kerak. 4 levelli akkauntlar bizda sotilishni boshlaydi. 4 leveldan kattalari bilmadim, chiqib qolsa sotamiz, bo'lmasa только 4 level. Adashmasam 4 levelni ham 20-25 mingdan sotamizda. Endi boshqa serverda o'ynayman, kirib kuchaytirgan vaqtim yo'q. Shunga akkaunt so'rab nima qiladiganlar uchun o'sha akkauntlar zo'r nimada hisoblanadi. Hozir virt sotolmayman, chunki o'zimga pul kerak. Keyinchalik pulim bo'lib nima qilib sal ko'tarilib ketsam, virt ham sotaveramiz sekin-sekin. 500 ming, 1 million, 10 million o'shana qilib sekin-sekin sotaveramiz. Shuna qilib o'zimizni sekin-sekin kuchaytiramiz do'stlar. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Men unda sekin mana shu videoni to'xtata qolaman. Endi keyingi videoda ko'ramiz. Yana bu bitta mashinani tuning qilamiz. Balki mana bu Z-ni tuning qilib yuboramiz, Z4. Xullas bu narsa qilamiz-da. Ma'lumotda do'stlar, sog' bo'linglar, charchamanglar, salomat bo'linglar. Men sekin mana shu videoni tugata qolaman. Sizlar bilan Bekram bo'ldi. Mayli do'stlar, sog' bo'linglar. Xayr.